Chaqaloqlar va bolalarni faqat ismi bilan chaqirish kerak. Quyoncham, quyoshim, mushukcham, asalim, shakarim, bo'mbalog'im yoki bo'lmasa laqabi bilan chaqirish mumkin emas. 2 oyligidan boshlab birinchi narsalarni ko'rsatish, undan keyin narsalarning nomini aytish, undan keyin qo'liga ushlashga, teginishga berish kerak. Masalan, kitob. Birinchi kitobni ko'rsatamiz. Undan keyin bu kitobligi haqida bolaga informatsiya beramiz. Undan keyin esa qo'liga berishimiz mumkin. Bu yo'l bilan biz bitta kitobni 3 xil yo'l bilan bolani ongiga joylab qo'ydik. Ya'ni birinchi ko'ruv orqali bola informatsiyani qabul qilib oldi kitob haqida. Ikkinchisi eshituv orqali u kitobligi haqida ma'lumotni qabul qilib oldi. Uchinchisi qo'l orqali, taktil retseptorlar orqali bu kitobligi, qandayligi, qattiq, yumshoqligi haqida ma'lumotni qabul qilib oldi. Ya'ni bitta kitobni 3 xil yo'l bilan tushuntirib, bolani boshiga, xotirasiga joylab qo'ydik. Bizning ota-onalar shunday o'yinchoqni olib kelib bolaga berib yuborishadi. Uni nomini ham aytishmaydi, nima uchun ishlatilishini ham aytishmaydi. Bola informatsiyasi qolib ketadi. Ya'ni o'yinchoq haqida ma'lumotga ega emas, o'zicha o'ynab yuraveradi. Bolani ko'tarishdan oldin, emizishdan oldin, pampersini o'zgartirishdan oldin bolani ismini aytib chaqirishingiz, sizga qaragandan keyin nima ish qilmoqchi bo'lganligingizni tushuntirishingiz kerak va undan keyin o'sha ishlarni amalga oshirishingiz mumkin. Ya'ni bolani ko'tarishingiz, bolani emizishingiz, bolani pampersini o'zgartirishingiz mumkin. Bundan oldin bolaga tushuncha berib o'tib ketishingiz shart.